Hozirgi kunda hamma novostroykani reklama qilayotgan bir paytda mana shunaqa chiroyli holatga kelgan vtorichniy kvartiramizni sizlarga tanishtiraman. Assalomu alaykum hurmatli Moonhouse obunachilari. Bugun sizlarga tanishtiradigan uyimiz Chilonzor tumani 19-kvartal Makaronka Orientir 101-maktab. 4 qavatli binoni 3-qavatida joylashgan bir xona 2 xona qilingan 33 kvadratli mana shu kvartiramiz sotilyapti. Narxini hozirdan aytib qo'yaveraman. Narxi startoviy 55.500 deyilyapti. Mana men hozir mehmonxonadaman. Asosiy kirish eshigimiz mana shu chiroyli oynali eshik. Bu yoqda mana prixojniy mebellar qilingan. Mana bu yoqda hojatxona joylashgan. Mana hojatxona. Uni yonida esa mana yuvinish xonasi. Mana bu mehmonxona. Qaranglar, tayyor kirib yashasanglar bo'ldi. Oshxona ham bu yoqda mana studiya shaklida qilingan. Mana oshxonamizni. Mana muzlatgichi bor, gaz plita, vichka, oynasi bu yoqqa qaragan. Mana bu yoqda yotoqxona qilingan. Mana qaranglar. Yotoqxonamizni. Oynasi ko'chaga qaragan. Bu vtorichniy kvartiralardan konditsionerlar mana moshnisi qo'yilgan. 33 kvadrat, narxi 55.500. Faqatgina naqdga savdo qilinadi, ipoteka bizda yo'q. Videoga like bosing hamda bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Videoni uyqudirgan yaqinlarga yuborib qo'ying. Rahmat, salomat bo'linglar.